Ekran ko'rinayotgan bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Demak, vektorlarni ko'rib o'tamiz. Chunki fizikada biz ko'radigan kattaliklarning katta qismi vektor kattaliklar hisoblanadi. Bilamizki, bu tezlik bo'lishi mumkin, tezlanish, kuch va hokazo. Hammasi vektor kattalik hisoblanadi, ularning yo'nalishi bor. Demak, hozir vektorlarni yaxshi o'rgansak, nisbiy tezlikni toping deydi, natijaviy tezlikni toping deydi. Demak, vektorlar ustida qanaqa amal bajarsak, demak, fizik kattalik, ya'ni kuch bo'ladimi, tezlik bo'ladimi, ularni ustida ham xuddi shunday amal bajarsak bo'ladi. Demak, o'zi vektor nima? Vektor yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Mana bizda demak ko'rishlaringiz mumkin. A vektor mana yo'nalishi bor. B vektor. Mana bu C vektor. Demak, vektor nima desa sizlarda yo'nalishga ega kesma deb aytishlaringiz mumkin. Demak, vektorni proyeksiyalari bor. Vektorni proyeksiyasi degani bu vektorning soyasi. Soyasi. Demak, mana bizga A vektor berilgan bo'lsa, demak, A vektor. E'tibor qilsalaringizlar, bu A vektorimiz, mana vektor belgisini qo'ysak, bu A vektorimiz gorizontal yo'nalgan. Ya'ni mana bitta x o'qini o'tkazsak, demak, mana shu A vektorimizni faqatgina x o'qida proyeksiyasi bor, ya'ni x o'qida soyasi bor. Demak, mana bu vektorimizni bo'sh hisoblanadi. Bu esa vektorni oxiri. Shunga ham e'tibor qilinglar. Demak, bu vektorni bo'shi, kapgacha turgan joyi esa vektorni oxiri hisoblanadi. Endi bu vektorni faqatgina x o'qidagi proyeksiyasi borligi uchun ax deb yozsak bo'ladi. Endi ax nimaga teng? Demak, mana bu koordinatasini biz x0 desak, bu koordinatani x desak, bizda ax x minus x0 ga teng bo'ladi. Demak, aximiz x minus x0 ga teng bo'lar ekan. Va bitta narsani bilishimiz kerak. Tezlanish emas endi. Qanaqadir A vektorimni yo'nalishi bilan x ni yo'nalishi bir xil. Ya'ni x o'qimni musbat yo'nalishi bilan mos tushyapti. Demak, vektorimni yo'nalishi. Shu sababli ham manda mana bu ax vektori 0 dan katta. Ya'ni A vektorining x o'qidagi proyeksiyasi musbat. Sababi x o'qini musbat yo'nalishi bilan mos tushmoqda. Keyingisiga qaranglar. Mana qandaydir A vektor. Endi x o'qini o'tkazdik. Mana bu x o'qi. Demak, bu x0 nuqta, bu x nuqta. Endi qaranglar, A vektori faqatgina gorizontal yo'nalgan, shu sababli x o'qida uning proyeksiyasi mavjud. Shu sababli ham buni A ni ax deb yozsak bo'ladi. Endi bunga qaranglar-da, x o'qini musbat yo'nalishi o'ng tomonga, lekin mandagi A vektori chap tomonga yo'nalgan. Demak, ax ni har doimgidek biz x minus x0 dan topamiz. Lekin e'tibor qilinglar, bu ax 0 dan kichik bo'ladi. Sababi x o'qini musbat yo'nalishi o'ng tomonga, lekin mandagi A vektorimni yo'nalishi chap tomonga. Sababli ham A vektori
A vektorimning x o'qidagi proyeksiyasi manfiy bo'ladi. Endi yana bitta vektor bor bizga. Bu B vektor bo'lsin. Mana B vektor yuqoriga yo'nalgan. Yuqoriga yo'nalsa, demak, bilamizki, bu vektorimizni faqatgina y o'qida proyeksiyasi mavjud. Mana. Mana bu y o'qi. B o'qi y o'qi bilan yo'nalishdosh turibdi. Demak, bu bizga y0 nuqta bo'lsa, bunisi esa y. Endi B ni y o'qidagi proyeksiyasi qanday bo'ladi? Demak, B ni y o'qidagi proyeksiyasi y0 minus y ga teng bo'ladi. Yo'q, y minus y0 ga teng bo'ladi. Endi bu B y o'qini musbat yo'nalishi bilan mos tushyapti. Sababli ham bu B y 0 dan katta. Shunga e'tibor qilinglar. Hozir biz faqat gorizontal yo'nalgan, faqat vertikal yo'nalgan vektorlarni soyasini ko'rdik. Endi shunaqa vektorlar bo'lishi mumkin, na gorizontal yo'nalgan, na vertikal yo'nalgan. Ya'ni ikkala o'qda ham proyeksiyasi bor. Mana A vektor. E'tibor qilinglar. Na x o'qida joylashgan, na y o'qida joylashgan. Sababli ham buni ikkita o'qda proyeksiyasi bor. Mana bu y o'qi, bu x o'qi. Demak, A vektorimni ham x o'qida soyasi bor, ham y o'qida soyasi bor. Ularni o'zi ko'ramiz. Mana bu A x, ya'ni A vektorimni x o'qidagi soyasi. Demak, bu nuqta x0 bo'lsa, bu esa x. Ax qanday toplardi? Ax x minus x0 bilan topardik. Endi qaranglar, bu A vektorimni yana y o'qidagi soyasi bor, ya'ni proyeksiyasi. Bu qanday yo'nalgan? Mana bunday. Bu bizga AY bo'ladi. AY qanday? Mana bu y nuqta, bu y0 nuqta. AY ni qanday topamiz desak, y minus y0 dan topardik. Endi rasmga e'tibor qaratsalaringiz, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti mana. To'g'ri burchakli uchburchak. Ya'ni Pifagor teoremasidan foydalansak, hipotenuzani kvadrati teng bo'ladi katetlar kvadratini yig'indisiga. Ya'ni katetlari ax ni kvadrati plus ay ni kvadrati. Demak, ildiz olib yuborsak ikkala tomondan, mana bu a vektorining moduli, ya'ni mana bu ax ni kvadrati plus ay ni kvadrati ildizda. Demak, bu formula vektorni moduli, ya'ni qiymatini hisoblaydi. Vektorni modulini hisoblaymiz. Bu formula bilan moduli hisoblanadi. Endi ax va aylarni o'rnida x minus x0, y minus y0 ni ham qo'ysak bo'ladi. Shunda bizda a vektorimizning moduli, ya'ni qiymati, son qiymati x minus x0 kvadrati plus y minus y0 qaus kvadrati ildizda. Bu formulani manimcha hamma ko'rgan. Bu formulani ikki nuqta orasidagi masofa formulasi ham deydi ko'pchilik. Demak, yozishimiz mumkin vektorni modulini hisoblash uchun bo'lgan formula yoki ikki nuqta orasidagi masofa. Orasidagi masofani ham hisoblaydi. Masofa. Agar bizda bu koordinatalar bilan topdik,
Koordinatalar bilan emas, burchak bilan aniqlash ham mumkin. Ya'ni bizda mana burchak ma'lum bo'lsa, qanaqadir alfa desak, endi e'tibor qilasizlar, bundan sinus alfani topsam, sinus alfani y taqsim a bo'ladi. Ya'ni y ni topsak, ya'ni a o'qini y o'qidagi proyeksiyasini topmoqchi bo'lsak, shu a vektorini modulini sinus alfaga ko'paytirar ekanmiz. Bu kosinus alfani hisoblasak, yopishgan katet ax ni a ga nisbat, ya'ni ax taqsim a. Bundan ax ni topsak, a kara kosinus alfa. Ya'ni a vektorini xdagi proyeksiyasini topish uchun a vektorini modulini kosinus alfaga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi bitta masala ko'ramiz. Demak, masalaga e'tiborlaringizni qaratsalaringiz, quyidagi berilgan rasmda har bir kvadrati bir birlik deb k vektorining uzunligini toping. Ya'ni aytmoqchiki, har bitta katakchani bir deb oling demoqchi mana. Shunda k vektorining uzunligi, ya'ni modulini aniqlang deyapti. Bu uchun nima qilamiz? Oddiygina k vektor mana qizil bilan chizib qo'ygan. K vektor na x o'qida joylashgan, na y o'qida joylashgan. Shu sababli ham x va y o'qlarida uning proyeksiyalari mavjud. Mana bu k vektorining x o'qidagi proyeksiyasi, ya'ni k indeksi x deb yozib qo'yaman. Mana bu esa mana k vektorimizning y o'qidagi proyeksiyasi. K y deb yozdim. Demak, hozir formulani ko'rdik. Ya'ni k vektorini modulini hisoblashimiz uchun uni x, ya'ni kx kvadrat plus ky kvadrat ildizda. Demak, mana shu formula dedik. Vektorning moduli, ya'ni uning uzunligini aniqlaydi dedik. Endi bizda kx va kylar bor. Chizmada ko'rsatilgan. Ya'ni mana kx'imni nechi katakcha? 1, 2, 3, 4. Demak, bitta katakcha bir birlik degani uchun kx'im 4 ga teng. Chunki 4 birlik. Ky'imchi 1, 2, 3. Demak, har bir katakcha bir birlik degani uchun bu 3 birlik, ya'ni 3 ga teng. Demak, kx o'rniga 4, ky o'rniga 3 ni qo'yib hisoblaymiz. Demak, kx'im 4 ni kvadrati plus 3 ni kvadrati ildizda. Demak, 4 ni kvadrati 16 plus 9 25 bo'ladi. Ildizda 25 dan 5 chiqadi. Sababli ham k vektorining moduli 5 ga teng ekan. Bu bizda C javobda ko'rsatilgan. Mana C javobda 5 varianti bor. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, so'nggisiga o'tamiz. Demak, endi natijaviy vektorni ko'ramiz. Ya'ni natijaviy vektor nima? Sizlar eshitgansizlar natijaviy tezlik yoki natijaviy kuch. Natijaviy degani yig'indi degani. Demak, ikkita vektorning yig'indisi bu natijaviysi deyiladi. Demak, yig'indi. Mana A vektori bor bizga, B vektor bor. E'tibor qaratinglar. Mana shu A vektorga B vektorini qo'shay. Qo'shsam, qanaqa vektor hosil bo'ladi? Demak, mana A vektor, bu B vektor. Nima qildim? Ikkita vektorni boshini bir nuqtaga keltirdim men. Bitta nuqtaga keltirdik. Keyin nima qilaman?
parallelogramga to'ldiraman. Mana parallelogramga to'ldirdimmi? Demak, natijaviy vektorni hisoblashni ham ikki xil yo'li bor. Parallelogram usuli bor, ikkiburchak usuli bor. Hozir biz parallelogramni ko'ramiz. Parallelogram usuli. Ana. Demak, A va B vektorlarini bo'shini bir nuqtaga keltirdik, keyin parallelogramga to'ldirdik. A va B vektorlarini, demak, orasidan chiquvchi vektor, ya'ni mana bu sariq bilan chizilgan C vektorimiz A va B vektorlarini natijaviysi hisoblanadi. Ya'ni bu C vektor bizga A vektoriga qo'shganman B vektorini. Demak, shu ikkalasini yig'indisi C vektorga teng. Bu vektor ko'rinishi. Buni endi uzunligi, ya'ni moduli bor. C vektorini qanday aniqlaymiz? Agar bizga mana burchak aniq bo'lsa, A va B vektorlar orasidagi burchak, ya'ni alfa. Ya'ni alfa bizga A vektor va B vektor orasidagi burchak aniq bo'lsa, C vektorini quyidagicha aniqlaymiz. C vektorimizni moduli A vektorini modulini kvadrati plus B ni kvadrati plus 2AB kosinus alfa. Mana shu formula bilan demak C vektorimizni moduli, ya'ni uzunligini aniqlay olamiz. Bu yerda mana formuladagi A va B'lar A vektor va B vektorining moduli hisoblanadi. Bu bizga natijaviy vektorni hisoblashni parallelogram usuli edi. Endi uchburchak usuli ham mavjud. Shuni ko'ramiz. Demak, uchburchak usuli natijaviy vektorni hisoblashni. Uchburchak. E'tibor qilinglar, yana A vektori bor, B vektori bor. Ikkalasini qo'shishim kerak. Mana qo'shishim kerak. Nima qilamiz? Diqqat bilan qaraysizlar, A vektorini chizib olamiz. Mana A vektor chizib oldik. Bu A vektorini bo'shi, mana bu bo'shi, bu esa oxiri. A vektorini oxiriga B vektorini bo'shini joylashtiramiz. Ya'ni mana bu B vektor. E'tibor qilinglar, B vektorini, demak, bo'shi A vektorini oxiri tutashtirilgan. Bu esa B vektorini oxiri. Ishlang. Endi A vektorini bo'shi va B vektorini oxirini tutashtiruvchi kesma, ya'ni mana sariq bilan chizdik. C vektor bo'lsa, bu C vektori A vektor plus B vektorga teng. Ya'ni A va B vektorlari natijaviysi hisoblanadi. Endi bir narsaga e'tibor qilishlaringizni so'rayman. Biz yana C vektorini aniqlay olamiz, modulini. Mana bu formuladan A ni kvadrati plus B ni kvadrati plus 2AB kosinus alfa. Endi bu ana shu alfa qaysi burchak? O'shani bilishimiz kerak. Alfa dedik, A va B orasidagi burchak. Ya'ni A va B ni mana bundayda. Bu A vektor bo'lsa, bu B vektor bo'lsa, mana ikkita A va B vektorlarni bo'sh tutashtiriladi. Keyin hosil bo'lgan burchakni alfa dedik. Lekin bu yerda bunaqa burchak yo'q. Sababli nima qilaman? A vektorni ta'sir chizig'i bor mana. Shuni davom ettiraman mana. Endi ana A vektorni ta'sir chizig'i va B vektor orasidagi burchak mana bu alfa bo'ladi. Agar bu alfa bo'lsa, mana bu burchak nima bo'ladi? Mana bu burchak 180 minus alfa bo'ladi.
Demak, alfa mana bu burchak, A vektorining ta'sir chizig'i va B orasidagi burchak. Mana bu A va B vektor orasidagi burchak esa 180 minus alfa. Shuni yodlaringizdan chiqarmanglar. Demak, mana burchak sizlarga agar aytsa, mana bunday qilib A vektor, bu B vektor. Mana burchak 30 gradus desa, 30 gradus desa, sizlar alfani necha olishlaringiz kerak? Aslida sizlarga alfa deb 30 ni aytmayapti-yu, 180 minus alfani 30 deyapti. Sizlarda alfa 60 gradus bo'ladi. Mana formulaga qo'yishlaringiz uchun alfani 60 deb bo'lishlaringiz kerak. Shunga e'tiborli bo'linglar. Mikrofonlaringizni yo'qaman, kimgadir qanaqa savol bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Mikrofonlarini yo'qdim. Savollar bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Demak, e'tibor qilinglar masalamizga. Masalada aytyaptiki, quyida teng bir birlik kataklarga, demak, hozirgida har bir katakning uzunligi, demak, bir birlikka teng, birga teng demoqchi. K va L vektorlar berilgan. Mana K vektor, bu L vektor. Demak, K va L vektorlar berilgan. K plus L vektorining uzunligini top. Demak, xuddi hozirgidek. K vektorga L vektorini qo'yishim kerak. O'sha uzunligini topishim kerak. Demak, nima qilamiz? Biz hozir buni ko'rdik. Yana bir takrorlayman. Aytdik, A vektor berilgan bo'lsa, mana A vektor uchburchak usulida qo'shish. Buni B vektor desa, A vektorini boshi bilan B vektorini oxirini tutashtiruvchi vektor mana bu C vektor bo'ladi dedik. Bu C vektor A vektorga B vektorini qo'shganimga teng dedik. Shuna? Bu yerda ham xuddi shunday mana K vektorga L vektor qo'shilyapti. Mana e'tibor qilinglar. K ga L qo'shilyapti. Endi K vektorini boshi bilan L vektorini oxirini tutashtiruvchi vektor, mana bu vektorimiz. Demak, nimaga teng bo'larkan? Mana shu K va L ni yig'indi vektoriga. K vektor plus L vektorga teng bo'ladi. Qachon? Ana K vektorini, demak, oxiriga B vektorini bo'sh tushganda. Shunaqa. Endi bu oddiy bo'lib qoldi. Uzunligini toping deyapti. Har bir katak bir birlik. Nechta katakcha? 1, 2, 3, 4. Demak, K vektoriga L vektorini qo'shganimni, demak, moduli, ya'ni uzunligi 4 ga teng ekan. Oddiygina D javobga turibdi mana. 4 javobi. Kimdadir qanaqa savol bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lmasa, keyingisini ko'ramiz. Demak, endi nisbiy vektor bu. Nisbiy vektor, hamma eshitgan nisbiy tezlikni. Nisbiy tezlik degani ikkita tezlikni ayirmasi. Demak, nisbiy degani ayirma vektor. Endi ayirma vektorni ko'rib chiqamiz. Ayirma. Demak, A vektor berilgan bizga mana va B vektor berilgan. Mana shu ikkita vektorni ayirishim kerak. Nima qilaman bu uchun? E'tibor qilasizlar. A vektorini chizdim. O'zini. Sizlar faqat bir narsani bilishlaringiz kerak. Bizga B vektor o'ng tomonga yo'nalgan bo'lsa, mana
o'ng tomonga yo'nalgan bo'lsa, minus b vektorim qanday bo'ladi? Minus b vektorim chap tomonga yo'nalgan bo'ladi. Sababi minusga ko'paytirsam, b vektorini minus 1 ga ko'paytirsam, minus b vektor hosil bo'ladi va uning shapkachasi mana strelkasi qarama-qarshi tomonga yo'nalib qoladi. Lekin o'sha uzunlikda, mana o'sha uzunlikda. Endi biz bilamiz A vektoriga B vektorini qo'shishni. Qo'shishni ko'rdik. A vektoriga B vektorini qo'shishni ko'rdik. Ayirish ham xuddi shunday bo'ladi. Ayirish ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni A vektoriga endi qo'shaman, B vektorini emas, minus B vektorini. Demak, A vektoriga minus B vektorini qo'shaman. Bu menga yana nimaga teng? A vektordan B vektorini ayirganimga teng-da. Men qo'shishni bilaman, shu sababli ham A vektoriga qo'shaman minus B vektorini. B vektorim qana yo'nalgan? O'ng tomonga. Demak, minus B vektorini qo'shish degani, men minus B vektorini chap tomonga olishim kerak mana. Qaranglar, B vektorim o'zi shartda o'ng tomonga edi. Bu menga minus B vektorim o'ng tomonga chizib oldim. Endi nima qilaman? Parallelogramga to'ldiraman. Mana. Demak, parallelogramga to'ldirib bo'ldim. A vektor va minus B vektor orasidan chiquvchi vektor bu A vektor minus B vektorga teng. Mana. Buni qanaqadir C vektor deb olsam, shu C vektorimiz, C vektor. Demak, A vektordan ayirganman B vektorini. Demak, qo'yishni bilsak ayirish oddiy. Endi buni modulini ham bilishimiz mumkin. Bu faqatgina vektor emas. Buni modulini qana aniqlaymiz? Agarda A va minus B vektorlar orasidagi burchak alfa bo'lsa, demak, alfa bizga nima ekan? A vektor va minus B vektor orasidagi burchak aniq bo'lsa, men aniqlab bilaman C vektorini modulini. Ya'ni qanday aniqlanadi? A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB kosinus alfa formula bilan aniqlaymiz. Demak, bu ayirma vektorni hisoblashni parallelogram usuli edi. Parallelogram usuli. Parallelogram. Endi demak, nisbiy vektorni topishni uchburchak usulini ham ko'rib o'tamiz. Ikkala usulni ham ko'ramiz, sababi kimda qaysi biri qulay bo'lsa, shu usuldan foydalanadi. Demak, nisbiy vektor. Ikkita vektor berilgan yana bizga A vektor va B vektorlar berilgan. Shuni ayirishim kerak. Qanday usulda? Uchburchak usulida. Uchburchak. Nima qilamiz? Uchburchak usulida. Demak, A vektorni o'zini chizaman mana. A vektor. Endi hozirgiday. Demak, A vektorga dan B vektorni ayir degani bizga A vektorga qo'sh minus B vektorni deganda. A vektordan B vektorni ayir degani A vektorga qo'sh minus B vektorni degani. B vektorim o'ngga yo'nalgan bo'lsa, minus B vektorim chapga yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni mana bunda.
boshqatdan chizib olaylik. Mana A vektor, A vektor minus B vektor chapga yo'nalgan. Chunki B vektorim o'ngga yo'nalgan edi mana. Bu bizga nimaga teng? Minus B vektorga teng. Shuna? Endi A vektorini demak boshi bilan B vektorini oxirini tutashtiruvchi kesma. Boshqa markerda, sariq markerda chizaylik. Demak, mana bu vektorim C vektor bo'lsa, C vektor nimaga teng? A vektordan B vektorini ayirganimga teng. Buni modulini aniqlab bilamiz. Xuddi hozirgiday. Demak, C vektorini modulini topish uchun A ni kvadrati plus B ni kvadrati minus 2AB kosinus alfa. Formula bilan aniqlab bilamiz. Lekin bu yerda alfa nimaga teng? Buni bilishimiz kerak. Alfani aytdik. Alfa mana ikkita vektor bo'lsa, A vektor va B vektorlar berilgan bo'lsa, ularni boshlari bir nuqtaga keltirilsa, hosil bo'lgan burchak alfa. Endi qaranglar. A vektorni ta'sir chizig'ini davom ettiraman. Mana. Shunda minus B vektor bilan A vektorni ta'sir chizig'i orasidagi burchak mana bu alfa bo'ladi. Demak, mana burchak nima bilan ekan? 180 minus alfa. Demak, alfa A vektorimni ta'sir chizig'i va minus B vektor orasidagi burchak. Demak, mana bu burchagim esa 180 minus alfa bo'lar ekan. Demak, bugun vektorlarni ko'rib chiqdik. Ya'ni uni proyeksiyalari, vektorni soyasi, ya'ni qanaqa aniqlanishi, vektorni modulini ko'rdik. Masala, demak, natijaviy vektorni ko'rdik. Qanaqa yasaladi, moduli qanaqa topiladi. Demak, bular fizikani boshlashimiz uchun bizga kerak bo'ladigan matematikaning geometrik qismi edi. Demak, birinchi darsimiz shundan iborat. Vektorlardan, ya'ni o'zi fizikani vektorlardan boshlaydi. Sabab aytib o'tdik. Chunki biz ko'radigan fizik kattaliklarimizni ko'pgina qismi vektor kattaliklardan iborat. Uni yo'nalishi bor. Ham son qiymati bor. O'zi bilamiz-ku, fizik kattaliklarimiz ikki qismga bo'linadi. Demak, vektor kattaliklar va skalyar kattaliklar. Vektor kattalik fizikani barcha qismida uchraydi, faqatgina molekulyarda yo'q. Molekulyar fizikada faqatgina demak skalyar kattaliklar uchraydi. Demak, vektorni o'tganimizdan maqsad keyingi o'tadigan, masalan, natijaviy tezlik va nisbiy tezlik mavzusini o'tmaymiz. Sababi biz bitta vektorni nisbiysini ham natijaviysini ham qanaqa topishni o'rgandik. Demak, xuddi shunday ishlaysizlar. Yoki kuchga dinamikaga kelganimizda natijaviy kuchni qanday aniqlash degan muammo bo'lmaydi sizlarda. Chunki ikkita vektorni natijaviysini qanaqa topishni ko'rdik. Shu ham vektor kattalik bo'lgani sababli shunday aniqlab ketishlaringiz mumkin. Demak, darsimizni yakunlaymiz.